Bolasidan voz kechishga hammani haqqi bor. Sizda ham haqqingiz bor. Bolani hayotda Sizda ham haqqi bor. Bunga o'xshagan qonunda bor narsa, qonunda yo'q narsani gapirmayman men sizga. Men hayotda bolalarimni kechmayman. Kechmasangiz kechmaysiz. Bu ham kechmayapti. Kechib ketvordi-yu. Kechmagani uchun sudga beribdi bolam bor berdi. Kechib ketganligi uchun aytilyapti bu Sizning gapingiz u. Og'daki gapingiz. Isbot qilib beraymi shu yerda? Isbotingiz kerak emas. Qo'lingizda isbot turibdi, sud qaror turibdi. Sud qarorini bajarasizmi, bajarmaysizmi? Men bashi bajarmayman. Qaror bo'yicha. Bajarmaysizmi sud qarorini? Nima deyapsiz? Bolani berasizmi, onani qaramog'iga bermayapman men. Yo'q, men bitta narsa. Nimaga yolg'on gapirib bu bilan bog'chiga siz bilan bitta narsani kelishmaylik. Qonunni gaplashamiz. Hozir to'xtating, men nipga telefon qildim. Bajarasizmi, bajarmaysizmi? Nima? O qizimni chaqiraman deyapman. Sud qarorini bajarasizmi, bajarmaysizmi? Sud qarorida bolani qizimni chaqiraman sizga topshirish majburiyati yuklatilgan. Bolani otadan onada qolish xoh istagi ham inobatga olinsin deyilgan. Yo'q, unaqa joyi yo'q sud qarorida. Unaqa joyi yo'q. Qarorda unaqa joyi yo'q. Men o'qiganman qarorni. O'qigan bo'lsangiz bajarasizmi, bajarmaysizmi? Menmi? Ha, men savolimga javob bering. Sizni majburiy topshirasizmi, topshirmaysizmi onani? Qoshim bilan, onam bilan ketaman desa, onasini qaramog'iga topshirasizmi, topshirmaysizmi? Onam bilan ketaman desa, qarshiligim yo'q. Sud qarorini bajarasizmi, bajarmaysizmi? Men savolimga javob bering. Men qizim, men yana bir marta aytyapman. Yo'q, qizim demang. Qizim demang. Qizim deydigan joyi yo'q. Sud qarorini bajarasizmi, bajarmaysizmi? Talab. Qizim, shu qaror bo'yicha javob bering. Men qaror bo'yicha javob beraman. Ha? Sud qarori bo'yicha. Sud qarorini bajarasizmi, bajarsangiz. Bajaryapman. Topshiring onasiga. Topshirasizmi, topshirmaysiz. Topshirmayman. Topshirmaysiz. Bolamni mayga qo'yaman. Bolani topshirishdan meni bolani maniga qo'yaman, onam bilan ketaman desa, qarshiligim yo'q. Yozinglar aktini. Yozursin. Yozinglar. Bajarmayapsiz. Sudga boraversin. Qaror bajarmayapsiz. Qarshilik ko'rsatyapsiz harakatimizga. To'xta. Syomkaga olyapsan, bolani kelmay gapiring. Bolani achchiqaman. Samimiy munosabatda bo'ling. Bo'ldi. Men sizga chiroyli gapiryapman. Siz murojaat qilyapsiz. To'g'rimi? Siz ham chiroyli gapiring menga. U ham diffuziya mayk